E'tiborlar uchun jak mashinasiga tunuka qoplayapmiz. Zavodskoy tentli kelar ekan. Ha, zavodskoy tentli keladi aka, u. Zavodskoy tentlar ham yaxshi holatda ekan. Hop, shunga biz list qoplab beryapmiz. Tentlarni yechib, tunuka qoplab, keyin yana qaytadan qatirib berdik. Xudo xolasa sifat ancha yuqori darajada chiqyapti. Bu mashinalarga ko'pchilik so'rayapti, chaksiz qilsa bo'ladimi deb. Hozirgi kunda bunaqa enli tunuka yo'qligini hisobiga bitta chok tushadi. Lekin choki garantiyali bo'ladi. Unaqa chiqib ketib, bir narsa bo'ladigan emas. Bir narsa ilib qolmaydimi deyshadi ko'pchilik mana. Bu bir iladigan nima emas. Xudo xolasa kelgusida yangilik kutyapmiz. Choksiz holatda chiqarib berishga harakat qilamiz endi. Tentlarchi Albatta tent ham qo'yamizda uxlonida. Trend portlatasiz ekan, endi uxlonini videoga chiqib qoldik. Ana be. Dek qo'ymadingiz-da. Hozir tunuka ishimiz bu bo'ldi. Shunaqa tentini yana qaytarib beryapmiz akamizga. Xo'p. Xuddi shunaqa mashinalar qizig'i yo'q. Qanaqa mashina turkumini qizig'i yo'q. Kelaverasizlar. Xizmat bo'lsa aloqadamiz. 17 dedi.